Bir qarashda bu xuddi o'zini dunyo podshohidek tutayotgan jangchi Bob Sapp. U hech qachon qoidalarga amal qilmaydi. Har doim o'zini buqadek baquvvat tanasi bilan maqtangan. Texnikasi qo'pol, ammo raqiblarini yo'q qilish uchun kuchi yetarli bo'lgani uchun ko'pincha raqiblar undan qo'rqadi. Lekin bu safar Bob Sapp haqiqiy sinovga duch keldi. Unga qarshi xitoylik jangchi chiqdi. Uni hamma kung fu panda deb ataydi. Sapp odatdagidek maydonga chiqib, dag'al qo'llarini bukib raqibni jag'ini sindiraman deb tahdid qildi. Ammo xitoylik bundan hech ham cho'chimadi. Bellashuv boshlanishi bilanoq vaziyat keskin o'zgardi. Avvaliga og'ir va yumaloq tanadagi bu jangchi juda sekin tuyulardi, lekin bir necha qadamdan so'ng u go'yo shamoldek harakatlana boshladi. Bir aylanish va mana bu zarbadan keyin Bob Sapp o'ziniki uchun javob berdi. Shunday qilib kung fu panda unga haqiqiy dars berib qo'ydi. O'zlari bu jang haqida fikringiz qanday? Kommentariy yozib qoldiring.